An Abi Dardo radhiyallohu anhu anin Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Bu İmom Hokim Abu Dovud radhiyallohu anhudan uzun hadis sharifda bir o'rin bor. Mana shu yerda Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytibdilar. Ya'ni ikkita farishta o'sha yer ahliga nido qilar ekan, insonni jindan boshqa hamma eshitadigan bir kalimani sizdan bizga xabarini aytayaptilar. Ya'ni farishtalar nido qilib, ana biz bugun chopib foydalanayotgan o'sha dov-daraxtlar bor, o't-o'lanlar bor hayvonlarimiz ekan. Hayvonlarning o'zlari ham nima mavjudot bo'lsa, shu mavjudotning ichidagi hamma yer ustida turganlar hammasi bu ikki malakni, ikkita farishtani nido qilganlarini eshitar ekanlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam illa saqolayn deb, magaram ikkita inson va jin toifasi eshitmaydi dedilar. Mana shu siz bilan biz eshitmaydigan, ammo o'sha quyosh chiqadigan kunda aytiladigan so'z qaysi? Farishtalar buni aytishligini aytayaptilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ana o'sha farishtalar aytadilar. Ya ayyuhan nas, halummu ila robbikum fa innama qalla wa kafa khayrun mimma kathura wa alha. O'sha ikki farishta har kuni bu so'zni aytar ekan. Iymon e'tiqodi bus-butun bo'lgan va oxiratga qarab ketayotgan, Allohni payg'ambarini suyadigan va Alloh va rasulini yaxshi ko'rib, ana rasulga Alloh tomonidan yuborilgan hidoyatni mahkam ushlaydigan, Rasul sallallohu alayhi vasallam tomonidan bizga meros bo'lib qolgan ilmni o'zlashtirib, uni haqiqatiga, amaliga yetishaman degan inson mana bu so'zni har kuni bo'lishligini bilish kerak va bu hadis shariflardan ana o'sha narsani boshqalar eshityapti, u eshitmagani bilan men ham hadislar orqali eshityapman deb yashashligi kerak bo'ladi. U ikki farishta nima deydi? Ey odamlar, Robbilaringlarga qaytinglar. Robbinglar tomonga qarab yuringlar. Albatta oz bo'lgan narsa va kifoya bo'lgan narsa yaxshiroqdir ko'p bo'lib o'ziga tortgan narsadan ko'ra. Oz bo'lib kifoyalanishlikka yetadigan narsa ko'p bo'lib, ana adashtirib tashlaydigan, ko'p bo'lib, ana insonlarni mashg'ul qilib qo'yadigan narsadan yaxshi deb o'sha ikki farishta aytadi dedilar Rasululloh. Biz mana shu so'zlarni eshitayotganimiz yo'q. Shu eshitmayotganimiz uchun ham oz bo'lib kifoya qiladiganiga bugun rozi bo'lmay qoldik. Ko'p bo'lsa, ko'p bo'lsa, umr ham ko'p bo'lsa deymiz. Vaholanki Rasululloh sallamdan yomon odam so'ralinganda umri uzoq bo'lib, amali yomon bo'lganini deb aytdilar. Odamlarning yomoni qaysi deb so'rayapti Rasululloh sallamdan bir kishi. Umri uzoq bo'lib turib, umri ko'p bo'lib turib, amali yomon bo'lgani dedi. Nima keragi bor umrda 100 yil, 200 yil yashab, lekin u umrning ichida sigaret chekib, soqol oqargan, nos chekib yursa, unaqa umrni boridan yo'g'i yaxshi. Yettimandan kechgacha o'tgan ketganni g'iybat qilib, karta o'ynab, cho'chkani yog'iga qo'lini botirgandan ko'ra ertaroq o'lib ketgani yaxshi o'sha odamning. Umri g'azon bo'lyapti. Ertaga qancha ko'p yashasa, shuncha og'irligi tushyapti o'sha odamning boshiga. Payg'ambar alayhisalom umri uzoq bo'lib, amali yomon bo'lgan odamni eng odamlar yomon dedilar. Demak, umrda ham oz bo'lgani yaxshi bo'ladi, qachon kifoyalanadigan darajaga yetsa. Rizq ham xuddi shunaqa, kiyim-kechak ham xuddi shunaqa, yemoq-ichmoq ham xuddi shunaqa. Va boshqa insonga yetib kelayotgan narsalarni oz bo'lsa ham kifoya bo'lgani, ko'p bo'lib mashg'ul qilgandan yaxshi deb aytadi dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ikki farishta. Ana biz inson va jin toifalar eshitmaganimiz bilan mu'min musulmonlar payg'ambarga quloq soladigan odamlar ular. Jinlarning ham kofiri bor, mu'mini bor. Ana insonlarning ham mu'mini bor, kofiri bor. Ammo mu'minlarning quloqi qayerda? Musulmonlarning quloqi qayerda? Har xil nag'malarni eshitishga, har xil mishmishlarni eshitishga, yo'q narsalarni to'qishga, ya uddabron bo'lib ketgan, o'zini musulmon sanayotganlar nimaga Rasul sollallohu alayhi vasallam so'zini eshitmaydi? Ana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam so'ziga e'tibor bersak, u kishi bizga ko'rinmas va bizga eshitilmas bo'lgan so'z haqiqatini aytib beryaptilar. Ya'ni ikkita farishta bor, har kuni aytadi buni, quyosh chiqqan kunda. Ey odam bolalari, Robbilaringlar tomonga yuringlar. Oz bo'lib kifoya bo'ladigani, oz bo'lib yetarli bo'ladigani, ko'p bo'lib mashg'ul qiladiganidan
yaxshi deb aytadi dedilar Rasululloh. Ko'p bo'lib adashtirayotganini ko'rmayapmizmi? Mol ko'payyapti, qo'limizda telefon ko'payyapti. Mol ko'payyapti, internetga pul sarflashimiz ko'payyapti. Nima bo'lyapti natija? Adashyapmizmi? Erkak ayol bir-birini chaqiryaptimi huzuriga? Bir-biri bilan nomahram bo'lganlar, hatto nikohda turgan ayollar, nikohda turgan erlar benikoh muomala, muloqotlarni o'rnatyapti yana. Ko'plikning alomatimi shu? Dahmaza ishlarni qilyapti, riyo ishlarni qilyapti. Nimadan? Ko'p bo'lib ana adashtirib, mashhur qilib qo'yayotgan narsalardan bo'lyapti. Shuning uchun farishta aytayapti, siz bilan bizni tushunishligimiz kerak bu hadislarni. Oz bo'lib kifoya qilgani yaxshi deyapti. Bitta burda noningiz bormi? 705 vaqt namozingizni o'qiyapsiz. Bir burda nonni yeyapsiz. Shu bilan ilm olyapsiz. Shu bilan Qur'on o'qiy olyapsiz. Shu bilan bir qiynalganga yordam bera olyapsiz. Shu bir burda nonni quvvati bilan ana ota-onangizga xizmat qila olyapsiz. Shu bir burda nonni yeb qo'shnilaringizga yaxshilik qila olyapsiz. Qavm qarindoshlaringiz bilan sila rahm qila olyapsiz. Yaxshi shu non. Oshga bo'kib ana ota-onalarga oq bo'lgandan ko'ra, oshga bo'kib qarindosh urug'lar bilan urushib yurgandan ko'ra, savatlarga bo'kib quda andalarning o'rtasida ana kelinlarni haydagandan ko'ra yaxshi bo'ladi oz bo'lib turib, ana bir burda nonga yarimta sholcha bo'lsa ham o'shanga ega bo'lib, shunga yotib turishga kifoya qilsa yetadi mana shu aslida. Ko'paytiramiz deganimiz bilan, ko'paytirganimiz bilan bir yaxshilik ishlasa ham mayli bo'lyapti hozir mol davlat. Topganimizni bekordan bekorga sarflab yotibmiz. Pul ko'paydimi, darrov oshna-og'aynilar pista bodomgacha qo'yib, tizza bo'yi dasturxon qilib, yeb ichishdan boshqa ishimiz yo'q. Birodarlar, miskin bor. Sal pistasiz ham mana bu musulmon pista, handon pista deb qo'yamiz, shusiz ham bir davramiz o'tsin-chi. Bodom chaqmasak ham o'tsin-chi shu davramiz. Uni o'rnida ana qiylanib, ukoli dori yo'q, bir insul odam bor ekan. İstimasi qaytmayotgan bir yosh go'dak bor ekan, bechora bir bevani. Shuni kelinglar, mana shu 1000 so'm, 2000 so'mimiz ana shu odamning oyoqqa turib ketishiga sabab bo'lsin desa, shu yaxshiroq. Pul ko'paysaylar, umr ziyodaga o'xshasaylar, sihat ko'payganga o'xshasaylar, yotib oliblar osh yeyishlik bilan, yotib oliblar o'yin kulgi qilishlik bilan ish bitmaydi, birodar. Hali oldimizda ko'p bizni kutib turgan nozik voqealar bor. Jiddiy manzaralar bor hali oldimizda.